Ustozimiz Rispoy Darvish bilan men shaxsan 2000-yildan beri 25 yil ilgari tanish bo'lganman. 2000-yilda o'zimning doktorlik dissertatsiya ishimni boshlaganda aynan birinchi navbatda Rispoy Darvishning fundamental ilmiy ishlari bilan tanishganman. Rispoy Darvish mamlakatimizda kasbiy ta'limning ham ilmiy ham amaliy asoschisi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Kasbiy ta'limni rivojlantirishga juda buyuk hissa qo'shgan olim. Rispoy Darvishning eng buyuk fazilati shundaki, ular katta kichik bilan insonning qanaqa mavqeda, qanaqa lavozimda ishlashidan qat'iy nazar hamma bilan bir xil muomalada, bir xil munosabatda bo'ladilar. Ustoz hech qachon o'zining nasihatlarini ayamaganlar. Ustozimizdan qaysi yo'nalishda agar biz savol bilan yoki maslahat bilan murojaat qilsak, ular to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri maslahatlar berganlar. Rispoy Darvishning ilmiy ishlari asosan shu kasbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular O'zbekistonda shu kasbiy ta'limning nechta bosqichda rivojlanish jarayoni davom etgan bo'lsa, har bir davrda, har bir bosqichda o'zlarining buyuk hissalarini qo'shib kelgan inson hisoblanadilar. Rispoy Darvishga men uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman. Men o'ylaymanki, u kishining rahbarligida ilmiy kengashda biz ko'p yillar birgalikda faoliyat ko'rsatamiz deb o'ylayman. Shogirdlarga va o'zimga o'xshagan shogirdlar va olimlarga shuni aytmoqchi edimki, Rispoy Darvishga o'xshagan inson va olim bo'lish hammaga nasib qilsin. Rispoy Darvishga men sihat salomatlik tilayman, uzoq umr tilayman, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ustozimizning ham ilmiy, ham kasbiy faoliyatlariga omadlar tilayman. Shogirdlar ko'payaversin. Ustozimizni nimaiki ko'ngillarida orzular, niyatlar, maqsadlar bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin.